Oshqozon yonishi, gemoroy va migren. Nima qilish kerak? Xo'sh, hammasini tartib bilan boshlaymiz. Qorinda kuyish homiladorlikda progesteron miqdori oshishi bilan bog'liq. Progesteron sfinkterlarni, jumladan oshqozon va qizilongach orasidagi sfinkterni bo'shashtiradi. Bundan tashqari, o'sayotgan bola ham ovqat hazm qilish tizimi organlariga bosim qiladi. Oshqozon va qizilongach muhitlari har xil bo'lgani uchun oshqozon tarkibining qizilongachga chiqishi kuydiruvchi hissiyot paydo qiladi. Nima qilish kerak? Organizmingizni kuzating va sizda qorinda kuyish chaqiradigan mahsulotlarni ratsiondan chiqarib tashlang. Ovqatdan keyin darhol yotmang. Agar qorinda kuyish boshlansa, bir qultum ishqorli mineral suv ichish mumkin. Gemorroy ham gormonal fonning o'zgarishi va o'sayotgan bola tomirlarga bosim o'tkazishi bilan bog'liq. Agar gemorroy paydo bo'lganini sezsangiz, albatta proktologga boring va shifokor tavsiya qilgan rektal shamchalarni qo'llang. Najasingizning mustahkamligini kuzatib boring. Ichak harakati har kuni yumshoq, lekin suyuq bo'lmasligi kerak. Buning uchun ovqatni yaxshilab chaynash, ratsionga psilium, sibir kletchatkasi qoshish, sabzavotlar iste'mol qilish va ko'p toza suv ichish kerak. Ko'pincha har qanday bosh og'rig'ini migren deb atashadi, lekin bu to'g'ri emas. Shuning uchun bosh og'rig'i nimaga bog'liqligini aniqlash uchun albatta nevrologga murojaat qilish kerak. Balki bosh og'rig'i muammosini bo'yin va yelka sohasiga massaj qilish yoki osteopatga borish orqali hal qilish mumkin. Agar bu haqiqatan ham migren bo'lsa, nevrolog homiladorlik davrida ruxsat etilgan bosh og'rig'ini kamaytiruvchi yoki yo'qotuvchi dori vositalarini yozib beradi. Migren xuruji bo'lgan kunda esa eng yaxshisi uyda qolgan ma'qul.